Bolalar alimenti va ona ta'minoti o'rtasida qanaqa farqlar bor? Bu eng ko'p uchraydigan savollardan bittasi va juda ko'pchilik mana shu narsani adashtirib yuborishadi. E'tibor bering. Bolalarning alimenti bu bolaning o'zini ehtiyojiga ishlatiladigan kunlik hisobida hisoblanadigan va bu farzandning metrikasida, ya'ni tug'ilganlik rafasidagi ota deb belgilangan shaxsdan bolaning manfaatida undiriladigan pul. Bu 18 yoshgacha va ayrim hollarda esa 23 yoshgacha ham undirilishi mumkin bo'lgan moddiy ta'minot. Va ikkinchisi esa bu xalq ichida sut puli deb degan ibora bilan mashg'ul bo'lgan moddiy ta'minot. Bu onaga to'lanadi, bolaga emas, onaga to'lanadi. Ona mehnatga layoqatsizlik, ya'ni farzandni parvarish qilish, unga qarash oqibatida, hattoki otaga ham belgilanishi mumkin. Oqibatida unga nisbatan 3 yoshga, bola 3 yoshga to'lgunga qadar to'lanadigan pul mablag'lariga bu moddiy ta'minot deb aytiladi. Eng e'tiborga molik qismi esa bu yerda moddiy ta'minotni bola tug'ilmasdan oldingi homiladorlik vaqti uchun ona olish huquqiga ega. Aynan mana shu savol juda dolzarb, rosa ko'pchilik bilan amalga oshirilayotgani hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasining og'riqli nuqtalaridan bittasiga aylanganligi sababli biz yopiq pulli kanal tashkil qilib, u yerda mini kurs yasab, mini kurs bo'yicha o'zingizni alimentga berish imkoniyatlaringiz bo'yicha to'lig'icha ta'lim berib tushuntirib o'tdik. Unga a'zo bo'lish uchun va undagi ma'lumotlardan foydalanish uchun siz shartlarda plus belgisini ko'rsatishingizni o'zi kifoya. Qolgan ma'lumotlarni esa biz sizga o'zimizni direktimiz orqali ma'lumotlarni yuboramiz. Mana shu kabi va aynan aliment bilan bog'liq bo'lgan uzoq olis o'lkalarda yashayotgan yoki yoningizda imkoniyati mavjud bo'lmagan odamlarga manfaati bo'lishi uchun mana shu ma'lumotni yuborib qo'ying. Ularga aniq manfaatli bo'ladi. Sababi siz o'ylagandan-da ko'ra narxlarni arzon qilib joylashtirib qo'yganmiz. Olinadigan ma'lumotlar esa o'zini qiymatiga nisbatan ancha yuqori va manfaatlidir.